bola tug'ilgandan beri xirillayveradi. Onasi yaxshi qarolmaydi. Anu doktor 10 ta dori yozibdi, ta'sir qilmadi. Xirillashi ketmayapti. Hech kim tuzata olmayapti. Doktorlar yaxshi o'qimayapti. Ko'p eshitamiz bunaqa gaplarni. Doktor davolay olmayapti emas. Doktor, ya'ni vrach to'g'ri tashxis qo'ymagan. Kasallikni tagigacha yetib bormagan. Ushbu kasallik timomegaliya, ya'ni timus bezining g'ayrioddiy kattalashuvi. Timus bezi vilочковая железа, ruschada ushbu bez tug'ma kattalashgan bo'ladi ko'p bolalarda. Bunaqa bolajonlar darrov tuzalishmaydi, shamollash tez tuzalmaydi, har doim xir qilib turadi. Buning uchun laborator instrumental analizlar juda ham kerak. Avvalambor UZI vilочковой железы, timusni tekshirish, laborator analizlar, umumiy qon tahlili, so'yi, qon tarkibidagi temir va viruslarni hamda magniy yetishmovchiligini tekshirib, ularni bartaraf qilish kerak.